Masalan, 1948-yilda suratga olingan Farg'ona qizi nomli kinofilmdan olingan ushbu parchaga e'tibor qarating. Ushbu kadrlarda o'zbekona kiyingan nomahram erkak va ayollar aralashib, birgalikda pivo ichib o'tirishibdi. Dilbar ismli film qahramoniga bir qiz deb aytishi juda ajablanarli. Qahramon qiz deganidan keyin hamma qadahlarni urishtirib, pivani ichib olishadi. Keyin Dilbar yonida turgan boshqa bir qizga qarab, "Mana buni ichib bering" deydi. Savol paydo bo'ladi. Nega hamma bir-biriga pivo ichirishga bunchalar harakat qilmasa? Keyin kadrlarda qizning dadasi kelganini ham ko'rishimiz mumkin. U ham joylashib o'tirgach, katta qadahda unga ham pivo keltiriladi. Uning kiyim-kechagiga e'tibor bering. U toza o'zbek otaxonlaridek cho'pon, do'ppi kiygan, belbog' bog'lagan. Atrofda ham o'zbekona kiyingan yigitlar va qizlar birgalikda pivo ichib xushchaqchaqlashib o'tirishibdi. Bularning barchasi nega suratga olingan? Shubhasiz bu o'zbek xalqini o'z dinlaridan uzoqlashtirish, millatni buzish hamda ularning aql-xushlarini o'g'irlab, ichkilik ichadigan, mast bo'lib o'zini yo'qotadigan insonlarga aylantirish uchun edi. Agar xalqqa mast qiluvchi ichimlik bersangiz, ular o'zligini unutishadi, bosqinchilarga muammo keltirib chiqarmaydigan, o'z muammolariga o'zlari qorishib yotadigan bo'lishadi. Shu sababdan Sovet hukumati ham o'zbeklar ongini mast qiluvchi ichimliklar orqali egallab olish uchun o'z filmlarida shunday propaganda lavhalarini ko'plab yo'lga qo'yib kelgan.